Hammaga salom. Men sizlarga 13 ta burch haqida turkum videolar tayyorlashga va'da bergan edim va biz bunga albatta qaytamiz. Ammo tafsilotlarga kirishishdan oldin eng muhim narsani tushunib olishimiz kerak. Osmonimiz aslida qanday tuzilgan va yulduz turkumlarining haqiqiy darajalari astrologiya haqidagi tasavvurlarni qanchalik o'zgartirishlari haqida. Yana bir muhim yangilik. Tez orada men katta yutuqli o'yin boshlanishini e'lon qilaman. Bu har biringiz uchun nafaqat bilim olish, balki qimmatbaho sovg'alarga ega bo'lish imkoniyatidir. Kuzatib boring, tez orada barchasini batafsil aytib beraman. Hozir esa haqiqiy osmon, davrlar va burchlar haqidagi haqiqat. Ming yillar davomida odamlarni aldab kelishdi. Osmonni go'yoki kesilgan piroglardek 30 darajadan teng bo'laklarga bo'lib berishdi. Lekin haqiqiy osmonga qarang, yulduz turkumlari turlicha. Ba'zilari ulkan va uzoq vaqt hukmronlik qiladi, boshqalari esa qisqa ammo sirlidir. Soxta astrologiya odamlarni to'g'ri yo'ldan adashtirdi. Ular nafaqat bir-birlarini, balki o'zlarini ham aldashgan. Men sizning uyg'onishingizni xohlayman. Sansara, charxfalak g'ildiragi bir joyda turmaydi. U aylanadi, u bilan birga davrlar ham o'zgaradi. Biz 2800 yil davomida baliq burji energiyalari ostida yashadik. Avvaliga bu yulduz turkumining boshi, keyin tanasi edi. Oxirgi 1000 yillik esa baliqning dumida yashab tugatdik. Ammo vaqt bitdi. 2023-yildan boshlab taxtga yangi hukmdor o'tirdi. Hozirda 0 daraja. Bu qovg'a burjining boshlanishidir. Ha, baliqning dumi hali 5 daraja atrofida birinchi uyda turibdi, lekin taxtga allaqachon qovg'a o'tirdi va bu ulug'vor g'ildirakning yangi davrini boshladi. Taxt egasining ulug'vor doirasi, texnik ko'rsatkichlar haqida aytmoqchiman. Mana men yaratgan Chingiza Astra platforma saytidagi tizim, har bir burchning haqiqiy boshqaruv muddatlari, darajalari va vazifalari barchasi real osmonga qarab tuzilgan. Demak, baliq o'tgan davr, taxtdagi hukmronligi 2800 yil, uzunligi 38 daraja. Yildagi davri 12-martdan 18-aprelgacha. Sayyoralar Yupiter va Neptun. Unsuri o'zgaruvchan suv. Maqsad moksha, ya'ni ozodlik. Nirvana energiyasi. Qovg'a taxtdagi hozirgi hukmdor, ya'ni 2023-yildan boshlab aytganimdek taxtga qovg'a o'tirdi. Taxtdagi hukmronligi 3200 yil, uzunligi 32 daraja. Quyosh bo'yicha ko'riladigan yildagi davri 16-fevraldan 11-martgacha. Sayyoralar, ya'ni boshqaruvchi sayyoralari Saturn va Uran. Unsuri barqaror havo. Maqsad moksha, innovatsiyalar energiyasi. Tog' echkisi taxtdagi hukmronligi 2800 yil davom etadi. Uning uzunligi 28 daraja. Yildagi davri esa 19-yanvardan 15-fevralgacha davom etadi. Boshqaruvchi sayyorasi Saturn, unsuri asosiy yer. Maqsad kama, yutuqlar energiyasi. Yoy burji taxtdagi hukmronligi 3200 yil, uzunligi 32 darajada. Yildagi davri, ya'ni quyoshga qarab belgilanuvchi har kimning tug'ilgan kunlari bo'yicha gap boryapti. Yoy burjida tug'ilganman deb o'zini sanaydiganlar aynan 18-dekabrdan 18-yanvargacha hisoblanishadi. Sayyorasi Yupiter, unsuri o'zgaruvchan olov. Maqsad artha. Bu maqsadlar haqida yana batafsil bilmaganlar uchun, tushunmaganlar uchun alohida roliklar tayyorlayman. Yoy burji falsafa energiyasiga oiddir. Ilon tashuvchi, ya'ni barchadan bekitilgan ushbu burch haqida. Taxtdagi hukmronligi 1400 yil davomida kechadi. Uning uzunligi 14 darajada. Uning yillik davri, ya'ni uning ostida kimlar tug'ilgan, ilon tashuvchiga qaysi insonlar oid. 30-noyabrdan 17-dekabrgacha tug'ilganlar aynan ilon tashuvchi burji ostida tug'ilgan bo'ladi. Kimda kim o'zini tarozi, chayon, o'qotar deb yurgan bo'lsa, adashganligi haqida aytib o'tmoqchiman. 12 burjlik tizimda bo'lishi mumkin har narsa. Aslida u yolg'on ma'lumotlar. Haqiqiy asl ma'lumotlarda esa 30-noyabrdan 17-dekabrga qadar tug'ilganlar ilon tashuvchi burji ostida tug'ilgan hisoblanishadi. Ya'ni ularning burji ilon tashuvchidir. Ilon tashuvchini boshqaruvchi sayyoralar Merkuriy hamda Yupiter hisoblanadi. Unsuri o'zgaruvchan yer va efir. Maqsad dharma, mistika energiyasi. Chayon burji va uning taxtdagi hukmronligi 1100 yil, uzunligi 11 daraja. Yildagi davri 23-noyabrdan 29-noyabrgacha, atiga bir haftagina. Uni boshqaruvchi sayyoralar Mars hamda Pluton. Unsuri barqaror suv. Maqsad moksha, transformatsiya energiyasi.
Tarozi taxtdagi hukmronligi 2500 yil, uzunligi 25 daraja, yildagi davri esa 31-oktyabrdan 22-noyabrgacha. Uni boshqaruvchi sayyoralar Venera hamda Neptun. Unsuri asosiy havodan iborat, maqsadi Kama, sheriklik energiyasi. Parizod eng uzun burchlardan hisoblanadi. Taxtdagi hukmronligi 4400 yil davom etadi. Uning uzunligi 44 darajada. Yildagi davri, ya'ni uning ostida tug'iluvchi insonlar 16-sentyabrdan 30-oktyabrgacha qadar tug'ilgan insonlar aynan Parizod burchiga oid hisoblanadilar. Parizod burchini boshqaruvchi sayyoralar bu Merkuriy hamda Proserpina. Unsuri o'zgaruvchan yer, maqsadi Artxa, xizmat energiyasi. Arslon taxtdagi hukmronligi 3700 yil davom etadi. Uning uzunligi 37 darajada. Uning quyoshga qarab belgilanuvchi yildagi davri 10-avgustdan 15-sentyabrgacha. Uni boshqaruvchi sayyorasi Quyosh hisoblanadi. Unsuri barqaror olov, maqsadi Dharma, ijodkorlik energiyasi hisoblanadi. Qisqichbaqa burji taxtdagi hukmronligi 2000 yil, uzunligi 20 daraja. Yildagi davri 21-iyuldan 9-avgustgacha. Boshqaruvchi sayyorasi Oy hisoblanadi. Uning unsuri asosiy suv, maqsadi moksha, oila energiyasi. Egizaklar taxtdagi hukmronligi 2800 yil, uzunligi 28 daraja. Yildagi davri esa 20-iyundan 20-iyulgacha. Boshqaruvchi sayyorasi Merkuriy, unsuri o'zgaruvchan havo, maqsadi Kama, muloqot energiyasi. Sigir taxtdagi hukmronligi 3700 yil, uning uzunligi 37 darajada. Quyosh bo'yicha belgilanuvchi muddati yildagi davri 14-maydan 19-iyunga qadar. Uni boshqaruvchi sayyora Venera hamda vulqon, unsuri barqaror yer, maqsadi Artxa, barqarorlik energiyasi. Qo'y burji, uning taxtdagi hukmronligi navbatchilik vaqti 2500 yildan iboratdir. Uning uzunligi 25 darajada. Yildagi davri 19-apreldan 13-maygacha. Uni boshqaruvchi sayyoralar Mars hamda Uran. Unsuri asosiy olovdan iborat, maqsadi Dharma, yetakchilik energiyasi hisoblanadi. Bilasizmi, nima uchun hozirgi astrologiya ko'p hollarda xato qiladi? Chunki samsara g'ildiragi, ya'ni charx, falak, gardish to'xtab turmaydi. Osmon esa doimo harakatda. Ko'p astrologlar eski, muzlab qolgan jadvallarga ishonib, bizni hamon 0 darajada qo'y, ya'ni Oven burjida deb o'ylashadi. Lekin real osmonga qarasak, unday emas. Oxirgi 2800 yil davomida 0 daraja nuqtasi Baliq burjida edi. Hozir esa aytib o'tganimdek 2023-yildan boshlab qovga o'tirgan. Ya'ni butun osmon yana siljida. Siz quyosh bo'yicha ham burjlar o'zgaradimi deb so'rashingiz mumkin. Albatta, masalan, kimdir 23-yanvarda tug'ilgan bo'lsa, u asrlar davomidagi barchani yo'ldan chalg'itib, yolg'on astrologiyani tarqatilib kelinishini oqibatida o'zini qovga burji deya o'ylaydi. Ammo aslida u tog' echkisi hisoblanadi. Ammo osmon g'ildiragi, gardish, charxiy falak aylangani sababli quyosh o'sha kuni osmonning boshqa fonida turgan bo'ladi. Eski astrologiya bu to'xtab qolgan vagon kabi, u osmon harakatini inobatga olmaydi. Men esa sizga haqiqiy tirik osmon haqida gapirib bermoqchiman. Shu maqsadda ushbu roliklarni tayyorlab boryapman. Biz yangi davrga o'tdik va endi hisob-kitoblar ham, darajalar ham yana o'zgardi. U davomiy ravishda o'zgargan va bundan keyin ham davomiy ravishda o'zgarib boradi. Davrlarimiz ham, zamonlarimiz ham aynan ushbu energiyalar bilan juda katta uzviy bog'liqdir. Ularning energiyasi, bizning energiyamiz, butun borliqning energiyasi bir-biri bilan uzviy bog'liq va energiyalar almashuviga qarab zamonlar ham o'zgarib boradi. Biz ham ushbu o'zgarishlarni yaqqol sezib ko'rib boramiz va qachon qanday o'zgarishlar bo'lishini aynan mana shu burjlar, yulduzlar, sayyoralarga ko'ra aniq o'rganishimiz, bilishimiz mumkin. Kim o'zining haqiqiy burjini aniqlamoqchi bo'lsa, o'zimning astroplatforma.chingiza.com saytimga taklif qilaman. Men haqiqiy real osmonga qarab turib, haqiqiy darajalarga qarab turib ushbu saytni yaratganman. Hech qanday yolg'on, hech qanday 30 darajalik burjlar yo'q. O'zingiz ham guvohi bo'lib turibsiz. Hammasini aytib chiqdim. Ba'zilar 32, ba'zilar 28, ba'zilar 44, ya'ni hammasi har xil darajada. Bir xil 30 darajadagi burjlar yo'q. Ya'ni biz qanday o'rganib qolganmiz? Falon oyda tug'ilganman desa, ha sen falonchi burjsan deyiladi. Ya'ni hammasini oyma-oy bir xil darajada bo'lib qo'yishgan. Ammo aslida bu unday emas. Davomi keyingi qismlarda.